Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Chempionlar Ligasi nimchorak final dastlabki o'yinlar o'z yakuniga yetdi. Real Madrid o'z uyida Angliyaning Manchester City klubini 3-0 hisobida taslim qildi. O'yin teng kurashlar ostida boshlandi. O'yinning 20-daqiqasida Kurto Valverdega ajoyib pas ber va Fede O'Reillyni aldab, Donnarummani ham aldab bosh darvozaga to'pni joylab qo'ydi. Shuningdek, 27-42 daqiqalarda ham Valverde gol kiritib, hat-trick muallifiga aylandi. Ikkinchi bo'limda Manchester City harchan urinmasin, ushbu hisob o'yin oxirigacha o'zgarmadi. Hattoki hisob 4-0 ham bo'lishi mumkin edi. Vinicius o'zi ishlagan penaltini golga aylantira olmadi. Javob o'yinida endi favorit Real Madrid bo'ladi. Yoki City comeback qila oladimi, fikrlaringizni kutib qolaman. Ikki poytaxt jamoalari to'qnashuvida parijliklar ishonchli g'alabaga erishdi. Uchrashuv juda ochiq va hujumkor ruhda o'tdi. Muxlislar esa ko'plab gollarga boy o'yinga guvoh bo'lishdi. Parij klubi o'yinning boshidanoq tashabbusni qo'lga oldi va ketma-ket xavfli hujumlar uyushtirib, raqib darvozasi oldida katta bosim yaratdi. Natijada bu bosim gollarga ham aylandi. Hisobni o'yinning 10-daqiqasida Barkolya ochdi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Biroq London jamoasi ham taslim bo'lmadi. Ular o'yinning 28-daqiqasida Gusto orqali hisobni tenglashtirdi. Birinchi bo'lim yakunlanishiga yaqin esa parijliklar yana oldinga chiqib oldi. 40-daqiqada Dembele chiroyli zarba bilan jamoasini yana yetakchiga aylantirdi. Ikkinchi bo'lim ham juda qiziqarli tarzda davom etdi. 57-daqiqada Enzo gol urib, Chelsea yana umid bag'ishladi va hisob yana tenglashdi. Ammo o'yinning keyingi daqiqalarida parijliklar hujumlari tobora kuchaydi. 74-daqiqada Vitinha jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Oradan ko'p o'tmay, 86-daqiqada Kvaratskhelia gol urib, hisobdagi farqni oshirdi. Uchrashuv yakunlanayotgan pallada esa, qo'shib berilgan vaqtning 4-daqiqasida Kvaratskhelia yana bir bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, o'yinga chiroyli nuqta qo'ydi. Shu tariqa Parij klubi London jamoasini 5-2 hisobida mag'lub etib, javob o'yini oldidan katta ustunlikka ega bo'ldi. Qolgan ikkita o'yinda qayd etilgan natijalar: Budio Glint Sporting 3-0, Bayer Leverkusen Arsenal 1-1. Shu Chempionlar Ligasi nimchorak finalining dastlabki o'yinlari yakunlandi. Javob bahslari 17 va 18 mart kunlari bo'lib o'tadi. Siz Madridda Real City'ni yirik hisobda yengadi deb o'ylagan edingizmi? Fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.